Ketdik bolalar. Biz oltin piramidani ochishimiz kerak. Katta Sfinksdan qayerga borish kerakligini kim so'raydi? Men so'rayman. Klinsi, qo'lingdan keladimi? Urinib ko'raman. Kechirasiz, katta Sfinks. Do'stlarim bilan oltin piramidani ochib, bu yerga berkitilgan musiqani ozod etmoqchimiz. Uni qayerdaligini ko'rsata olasizmi? Iltimos. Voy, zo'r-ku. Bir emas, 3 ta eshik. Ulardan bittasi oltin piramidaga olib boradi. Kelinglar, oltin arfa yordamida ularni ochib ko'ramiz. Men bilan kuylanglar. Eshik tezroq ochilgan. Ostonada turibmiz kutib. Zo'r bo'ldi, uddaladim.